Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Ancha vaqtdan beri dunyo siyosati haqida siz bilan bu yerda gaplashmayotgan edik. Bugunga nasib ekan, mana bugun dunyoda ro'y bergan oxirgi oylarda, oxirgi kunlarda ro'y bergan eng muhim voqealar haqida gaplashamiz, tahlil va analiz qilishga harakat qilamiz. Xo'p, nimalar ro'y berdi oxirgi kunlarda dunyoda va dunyomiz qayoqqa qarab ketyapti? 3-jahon urushi yaqinmi? Shu haqida gaplashamiz. Bilasiz, Xitoy va Amerika o'rtasida tijorat urushi boshlandi. Men oldingi videolarimda ko'p aytganman. Barcha oxirgi ikkita jahon urushidan oldin albatta iqtisodiy inqiroz bo'lgan. Va jahon urushiga ketadigan yo'lda birinchi shu tijorat urushi va iqtisodiy inqiroz, butun jahon iqtisodiy inqirozi va 10 yil, 15 yil ichida bitta jahon urushi ro'y bergan. Hozir ham mana shu yo'lda ketyapmiz deyishimiz mumkin. Buni sizga birozdan oddiy tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Juda ham sodda va hamma tushunadigan tilda. Xullas, Tramp nima qildi? Xitoy tovarlariga yangi bojlar e'lon qildi, foizlarni o'ta darajada oshirib yubordi. Xitoy bunga javob berdi va iqtisodiy urush boshlandi. Hozir vaziyat biroz mo'tadil bo'lib turgan bilan yana avj olishi mumkin. Amerika birjasi orada o'ta darajada tushib ketdi, keyin yana yuqoriladi. Xullas, iqtisodiy ahvol rang-barang bo'lib turibdi hozir. Xo'p, bundan tashqari nimalar bo'lyapti? Isroil Suriyadagi hujumlarni davom ettiryapti. Men oldingi videolarimda yana eslataman, aytganman. Isroilning G'azodan keyingi mo'ljali bu Suriya, chunki Suriyadan keyin Turkiya, ya'ni Turkiya bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashishga kuchi yetmaydi. Shuning uchun ham lekin boshqa yo'llar bilan Turkiyani zaiflatishga harakat qiladi deganman. Lekin Suriyaligini oldindan aytgan edim, Suriyaga hujum qilishini va hozir o'sha yangi hukumat Suriyada bilasiz ishini boshladi, ya'ni Asad rejimi qulagandan keyin va hozir Isroil hujumlarni davom ettirmoqda. Mana shu hujumlarda bilasiz Turkiyaning ham Suriyada kuchi bor hozir, ya'ni Turkiya katta aktyor hisoblanadi. Eng muhim aktyorlardan biri hisoblanadi Suriyada. Hatto o'sha Asad rejimining yiqilishida ham Turkiyaning roli katta degan butun dunyo matbuotida shunaqa yangradi. Albatta Erdo'g'onning va Turkiyaning roli katta edi. Va mana shu tufayli Isroil bilan Turkiya o'rtasida Suriyada bir asabiylik bor va Netanyahu bilasiz yaqinda Amerikaga bordi va Turkiyani bir ma'noda shikoyat qildi va Tramp nima dedi? Tramp men Erdo'g'on bilan yaxshi kelishaman, u juda ham yaxshi lider va hokazo deb Erdo'g'onga maqtovlar yog'dirdi va Netanyahuga sen ham ma'qul bo'l dedi. Men ikkalangizning orangizdagi problemani hal qilaman degan ma'noda gapirdi. Xo'p, Netanyahu albatta o'zi istagan nimani ola olmadi. Javobni ola olmadi albatta. Tramp sal boshqacharoq, ya'ni u kutgandek reaksiya bermadi va shuni ham aytdi, men Erdo'g'on bilan gaplashganimda Suriyani sen 2000 yildan beri hech kim qila olmayotgan ishni sen qilding, Suriyani olding deb aytdim dedi. Erdo'g'on yo'q men qilmadim dedi va hokazo shunaqa gaplar gapirdi. Balki ko'rgansiz reportajlarni. Xullas Netanyahu AQShga Erdo'g'onni shikoyat qilishga borgan edi, xohlagan, o'zi istagan javobni ola olmadi. Xo'p, Isroilning G'azoga bo'lgan zulmi davom etyapti. O'sha otashkas bo'lgan edi, o'rtada bir kelishuv bo'lgan edi. Bu kelishuvni buzdi. Tinchlik kelishuvini buzdi. Va bundan tashqari yaqin kunlarda Hindiston va Pokiston o'rtasida yana to'qnashuvlar boshladi. Xo'p, bu to'qnashuvlar nimaga bo'lyapti? O'zi dunyomiz qayerga qarab ketyapti? Bu iqtisodiy urushlar, bu mintaqaviy to'qnashuvlar nimaga bo'lyapti? Shuni bir tushunishingiz uchun sizga bir oddiyroq tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Vaqti borlar bemalol ko'rish mumkin. Bu haqida, hozirgi dunyomiz haqida fikr sohibi bo'lmoqchi bo'lganlar uchun. Bilamiz, hozir ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p analizchilar, tahlilchilar ko'payib ketgan. Lekin siz bir boshqa tarafdan, boshqa panjaradan ham qarab ko'rishingizni taklif qilaman. Mana qarang. Dunyoda buyuk kuchlar bor. Dunyo xaritasini ko'z oldingizga keltiring. AQSh, Rossiya, Xitoy, Yevropa Birligi, Turkiya, Ukraina, Eron, Isroil, Arab davlatlari va hokazo. Bularning eng global kuchlar, mintaqaviy kuchlar va 3-dunyo davlatlari, ya'ni boshqa davlatlar deb oladigan bo'lsak, boshqa kichik davlatlar, eng buyuklardan boshlaymiz. Masalan, AQSh, Rossiya, Xitoy,
Yevropa Birligi masalan 4 ta davlat. Bundan tashqari kichik davlatlar bor. Ukraina, Turkiya, Eron, ya'ni bularga nisbatan kichikroq mintaqaviy kuch bo'lgan Hindiston, Pokiston, Isroil va hokazo va boshqa kichik davlatlar bor. Masalan, O'rta Osiyo davlatlari, Arab davlatlari albatta muhim, lekin siyosiy jihatdan u darajada masalan mintaqaviy kuch deb atab bo'lmaydi. Albatta masalan neft jihatidan eng muhim davlatlar masalan Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari va hokazo, lekin bular harbiy jihatdan juda ham kuchli davlatlar emas. Xullas kichkina davlatlar. Dunyomiz mana shu qog'ozni dunyomiz deb olsangiz, bu dunyo bir bozor. Qaysi ma'noda bozor? Haqiqiy ma'noda bozor. Ya'ni oxirgi 300-400 yildagi sistema kapitalistik sistema. Butun dunyo kapitalistik sistemaga da yashayapti. Va kapitalist sistemada dunyo bir bozor. Va har bitta kuchli davlatlar, masalan AQSh deydigan bo'lsak, Xitoy deydigan bo'lsak, Yevropa Birligi, Rossiya, mana shu masalan 4 ta eng muhim kuchlarni aytadigan bo'lsak, hammasi nima qilyapti? Bugun bozorlarni egallashga harakat qilyapti. Bozorlarni egallash nimaga kerak? Bozorlarni egallash birinchi o'rinda o'zining mollarini sotish va iqtisodiy hukmronlik o'rnatish. Bilasiz, bir davlatning iqtisodiyoti kimning qo'lida bo'lsa, uning siyosati ham uning qo'lida bo'ladi. Ya'ni iqtisodiyotni siz boshqarayotgan bo'lsangiz o'sha davlatning iqtisodiyotini, xohlagan paytingizda u gullab yashnatib, xohlagan paytingizda uni cho'ktirib yuboradigan kuchingiz bo'lsa, u davlatga, u davlatning siyosiy qaror mexanizmalariga bemalol ta'sir qila olasiz. Shuning uchun bozor deyapman va u bozorni, ya'ni iqtisodiyotini qo'lga olganingizdan keyin, eksportini, importini siz hal qiladigan bo'lganingizdan keyin uni siyosiy qarorlarga ham bemalol ta'sir qila olasiz. Xo'p, endi bugun bo'layotgan janjal nimaga? Bugun bo'layotgan janjal albatta bozor. Xo'p, sizga buni oddiyroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Boya aytdim, nima dedim? Kapitalistik sistemaning da yashayapmiz oxirgi 300 yildir va bu sistema shunday ta'rif berishimiz mumkin. Kapitalistik sistema tug'ilishidan chala bo'lib tug'ilgan sistema, ya'ni tug'ilishidan problema bilan tug'ilgan sistema. Nimaga bunday? Buni unuting, bugungi dunyomizni unuting, bir-biri bilan bo'layotgan to'qnashuvlarni unuting. Bu qanday kelib chiqqanini sizga osonroq tilda tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, bir qishloq o'ylang, bir qishloq. Va bu qishloqda qishloq xo'jaligi bor aslida. Ya'ni tuproqqa tayangan ishlab chiqarish bor va boshqa qishloqlar ham bor. Va bu qishloqda siz sarmoyangiz bor. Sarmoyadarsiz, pulingiz bor va bir fabrika qurdingiz. Va fabrikada siz oyoq kiyim ishlab chiqarishni boshladingiz. Fabrikada ishchilar ishlayapti, fabrikangiz bor, sarmoya sizniki, ichidagi fabrikadagi mashinalar sizniki, oyoq kiyim ishlab chiqarishni boshladingiz. Endi men osonroq, hammaga tushunarliroq bo'lish uchun shunaqa bir misol keltiryapman. Birdaniga liberallar sakramasin, nima tushuntiryapsan, nimaga bunday oddiy tushuntiryapsan deb aniq qilish shart emas. Men hammaga tushunarli bo'lishi uchun shunday tushuntirishga harakat qilyapman. Xo'p, bir fabrika qurdingiz va oyoq kiyim ishlab chiqaryapsiz. Oyoq kiyim ishlab chiqarish uchun nima kerak? Ishchi kerak, xomashyo kerak, mashina kerak, fabrika kerak, joy kerak va hokazo. Hammasini to'pladingiz, bor. Oyoq kiyim ishlab chiqarishni boshladingiz. Va bu oyoq kiyimlarni ishlab chiqaryapsiz va sotyapsiz. Birinchi qishlog'ingizdagi insonlarning oyoq kiyimga bo'lgan ehtiyojini qondirdingiz. Keyin nima qilishingiz kerak? Bu oyoq kiyimlarni boshqa joylarda ham sotishingiz kerak. Boshida boshqa qishloqlarda fabrika bo'lmagani uchun sizni oyoq kiyimlaringizni olishdi. Bundan tashqari siz o'sha xomashyo, arzonroq xomashyo olish uchun boshqa qishloqlarni bosib olishga harakat qilyapsiz. Ya'ni siyosiy jihatdan o'zingizning qo'l ostingizga olishga harakat qilasiz. Nimaga? Chunki o'sha boshqa qishloqlardagi boyliklar, ya'ni o'sha oyoq kiyim uchun kerak bo'ladigan mahsulotlarni olishingiz kerak. Buning uchun nima qilasiz? Yo o'sha qishloqlarni bosib olasiz yoki boshqa kashf qilinmagan, masalan Amerika o'sha davrda kashf qilinmagan edi, bilasiz? Ya'ni ozgina tarixni biladiganlar, ozgina siyosat bilimidan xabari borlar, siyosiy tarixdan xabari borlar, men nima deyotganimni tushunyapti. Ya'ni siz yo boshqa qishloqlarni bosib olishingiz kerak yoki yangi joylarni kashf qilishingiz kerak. Xullas, oyoq kiyim ishlab chiqarish uchun arzonroq xomashyo kerak sizga va sarmoya kerak, pul kerak. Xo'p, oyoq kiyim ishlab chiqaryapsiz, sotyapsiz. O'zingizning qishlog'ingizdagi hamma oldi oyoq kiyimni endi boshqa qishloqlarga sotishingiz kerak. Boshqa qishloqlarga sotish uchun u qishloqni yo bosib olishingiz kerak yoki u yerdagi nima bilan kelishishingiz kerak. Qishloqning boshqaruvchilari bilan kelishingiz kerak va hokazo.
Keyin sekin-sekin boshqa qishloqlarda ham fabrikalar paydo bo'lishni boshladi. Va ular ham oyoq kiyim chiqarishni boshladi, ishlab chiqarishni boshladi. Ular oyoq kiyim chiqarishni boshladi. Hamma masalan 4 ta qishloq bor deylik. 4 talasida ham fabrika bor va oyoq kiyim ishlab chiqaryapti. Endi nima bo'ladi? 4 ta katta qishloq bor, qolgan mayda-mayda qishloqlar bor. Bu qishloqlar 4 ta katta qishloq nima qilish kerak endi? Oyoq kiyimini sota olishi uchun o'sha qishloqlarni o'z nimasi ostiga olish kerak, ta'siri ostiga olish kerak. Ya'ni bemalol o'sha ularning bozorida, o'sha qishloqning bozorida oyoq kiyimlarini sota olish uchun 4 ta katta kuch bor. Ya'ni 4 ta fabrika, 4 ta qishloqda ham fabrika bor. Bular bozor cheklangan. Ya'ni qishloqlar soni o'zi ma'lum. Boshqa joyga chiqib keta olmaydi, osmonga olib chiqib keta olmaydi oyoq kiyimini. Mana shu qishloqda sotish kerak. Demakki, bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda bir iqtisodiy inqiroz kelib chiqadi. Ya'ni siz oyoq kiyimingizni sotib olishingiz uchun ana u raqib qishloqning oyoq kiyimini u qishloqqa kirgizmasligingiz kerak. Nafaqat u qishloqqa, masalan, u raqib qishloqda boshqa 3 ta 4 ta qishloqdagilar, ya'ni 2-chi, 3-chi, 4-chi qishloqdagilar sizni qishlog'ingizda ham kelib oyoq kiyim sotayotgan bo'lishi mumkin. Uni kelib sotishini taqiqlashingiz uchun o'sha bojxonadan, ya'ni chegaradan, qishlog'ingizning chegarasidan o'tayotganda unga katta-katta bojlar, to'lovlar joriy qilishingiz kerak. Xullas, juda ham oddiy til bilan tushuntiradigan bo'lsak, bu yerda nima bo'ladi? Birinchi iqtisodiy urush kelib chiqadi. Ya'ni kelisha olmaysiz, sen mening ta'sirim ostidagi qishloqlarga kirma deysiz. U aytadi, yana bittasi aytadi borib, men senga sening qishlog'ingni gullab yashnataman, sizlarning qishloqlaring kichkinaroq, hali rivojlanmagan. Agar mening oyoq kiyimlarimni bu yoqda sotadigan bo'lsang, sotishga ruxsat bersang, sen iqtisodiy senga yordam beraman deydi. Xullas, mana shu bozor, ya'ni mana boya aytilgan bozor mana shunday talashlar va sekin-sekin bu iqtisodiy inqirozga olib keladi va bu iqtisodiy inqirozdan keyin nima bo'ladi? Oxiri yana dunyo qaytadan bo'linishi kerak, ya'ni o'sha qishloqlarning chegarasi yana qaytadan chizilishga to'g'ri keladi va buning uchun nima bo'ladi? Urush kelib chiqadi. Ya'ni o'sha fabrikalar bo'lgan, kuchi bo'lgan qishloqlar o'rtasida. Bugun ham dunyoda bo'layotgan hodisa shu. Masalan, 1873-yildagi iqtisodiy inqirozdan keyin 1914-yilda Birinchi dunyo urushi kelib chiqdi. 1229-yilda buyuk buhrondan keyin 1941-yilda, hatto undan ertaroq 1939-yilda Ikkinchi jahon urushi kelib chiqdi. Bu ikkita jahon urushidan oldin kichik to'qnashuvlar bor edi. Masalan, Birinchi jahon urushining eng asosiy maqsadlaridan biri nima desangiz, Osmonlini parchalash. Osmonlini parchalasangiz nima bo'ladi? Osmonlini parchalasangiz birinchi o'rinda boya qishloq misolida tushuntirib bergandek, xomashyoga ega bo'lasiz. Ya'ni neft, ya'ni Osmonli ning tuproqlari eng buyuk neft bazasiga ega bo'lgan tuproqlar edi. Nima bo'ldi? Ingilterraning, ya'ni Buyuk Britaniyaning eng asosiy maqsadidan biri shu edi. Va Birinchi jahon urushining asosiy sabablaridan biri ham aynan shu. Osmonli tuproqlarini parchalash va o'z hukmronligi ostiga o'tkazish. U yerdagi xomashyolarni, ya'ni neftni, o'sha yer osti boyliklarini o'ziniki qilish edi. Birinchi. Va dunyoni qaytadan bo'lish. Boya aytganimdek, undan oldin nima edi? 1873-yilda iqtisodiy inqiroz bo'lgan edi. 1929-yilda ham iqtisodiy inqiroz bo'ldi va undan keyin yana 1939-yilda Ikkinchi jahon urushi paydo bo'ldi. Men anchadan beri aytib kelaman, biz 3-jahon urushiga qarab to'g'ridan-to'g'ri ketyapmiz. Tasavvur qiling, bundan 15 yil, 20 yil oldin kim 3-jahon urushi haqida, kim 3-jahon urushining, ya'ni boshlanishi haqida, atom bombalarining otilishi haqida gapira olar edi? Kim 15 yil oldin, 10 yil oldin hatto. Bugun bemalol gapiryapmiz 3-jahon urushi haqida. Bemalol davlat boshliqlari, o'sha kuchli davlatlarning boshliqlari 3-jahon urushi haqida gapirishni boshladi. Nuklear, ya'ni atom bombalaridan foydalanish mumkinligi haqida gapirishni boshladi. Ya'ni biz 3-jahon urushiga qarab ketyapmiz. Istaymizmi yo'qmi, bu shunday. Va nimaga shunday? Boya aytganimdek, bu kapitalizmning, biz yashayotgan sistemaning o'zida bor bo'lgan problema, ya'ni tug'ilishi bilan bo'lgan problema. Boya aytganimdek, boyagi oyoq kiyim fabrikasi va uning egalari o'rtasida qanday problema kelib chiqayotgan bo'lsa, o'sha qishloqlarga sotish, o'sha oyoq kiyimlarni sotish, arzonroq xomashyo topish, bozorlarni egalik qilish bo'yicha qanday problema kelib chiqayotgan bo'lsa, bugungi dunyoda kelib chiqayotgan problema ham xuddi shunga o'xshash. Endi uni men bir majoz ma'nosida, oddiyroq tushunish ma'nosida tushuntirdim. Xo'p, masalan, bugun bizga Yevropa Birligi
bekordan bekorga 4 ta davlatga, O'rta Osiyo davlatlarga 12 milliard dollar bergani yo'q. Yoki bekorga Turkiya bunaqa reaksiya berayotgani yo'q. Turkiya nima deb reaksiya beryapti bugun? Qardosh davlatlar deyapti, bizni sotdi deyapti. 12 milliardga sotdi deyapti. Endi bu to'g'ri, noto'g'ri ma'nosida aytmayapman. Buni analizini qilish kerak. Nimaga? Chunki xalqaro munosabatlarda qardoshlik, do'stlik bular realitada uncha yo'q. Ya'ni real politikda yo'q bu narsalar. Xalqaro munosabatlarda manfaat bor. Eng birinchi o'rinda turadigan davlatning manfaati. Bugun o'sha O'rta Osiyodagi 4 ta davlatga, masalan O'zbekistonga yoki o'sha boshqa qolgan 3 ta davlatga shu 12 milliard dollar kerak bo'lgan bo'lsa, ya'ni manfaatiga uyg'un bo'layotgan bo'lsa, demakki buni qildi. Lekin buning to'g'ri yoki noto'g'riligi, ertaga kelajakdagi bu davlatlarga qanday ta'sir qilishi bu boshqa masala. Buni boshqa videoda tushuntirishga harakat qilaman. Demoqchi bo'layotganim, ya'ni dunyo mana shu hozirgi holat. Va men sizga mana shu narsani hozir eslab qoling, aytayin. Pokiston, Hindiston, Turkiya, Yunoniston, Xitoy, Tayvan, Eron, Isroil, hatto Eron, Saudiya Arabistoni, Ukraina, Rossiya o'rtasidagi urushlar, ya'ni Ozarbayjon, Armaniston. Mana shu bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan, azaliy dushmanligi bo'lgan, azaliy problemasi bo'lgan davlatlarning o'rtasida har on bir to'qnashuv kelib chiqishi mumkin. Har on. Bu barcha ikkita jahon urushida ham, jahon urushidan oldin ham mana shunday bo'lgan, bundan keyin ham mana shunday bo'ladi. Bekordan bekorga bugun Hindiston bilan Pokiston o'rtasida to'satdan chiqqani yo'q bugungi to'qnashuvlar. Ertaga Tayvan bilan Xitoy o'rtasida to'qnashuv bo'lmasligi hech kim garantiya bera olmaydi va har qaysi paytda, har qaysi onda chiqishi mumkin bu narsa. Yoki endi ehtimol kamroq bo'lgani albatta Turkiya bilan Yunoniston deyishimiz mumkin, chunki ikkalasi ham baribir NATO nimalari. Lekin mumkin. Bundan tashqari Isroil bilan Turkiya o'rtasidagi to'qnashuv ham yoki Isroil bilan Eron o'rtasidagi to'qnashuv ham har onda portlashi mumkin, ya'ni olovlanishi mumkin. Nimaga bunaqa deyapman? Chunki hozir dunyo shunaqa kritik vaziyatda va bu to'qnashuvlar, bu azaliy raqobat har qaysi joyda boshlanib ketishi mumkin. Shuning uchun dunyomiz hozir juda ham kritik vaziyatda. Xo'p, endi Hindiston bilan Pokiston o'rtasidagi masalani biz boshqa videoda ertaga xudo xolasa buni ko'rib chiqamiz. Ya'ni azaliy raqobat bugun nima bo'lyapti? Nima bo'ldi o'zi bugun? Shu paytgacha buning tarixi qanday? Ertaga ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Bugun endi dunyodagi umumiy vaziyatni sizga bir tushuntirib berishga harakat qildim. Xullas, dunyomiz endi dunyoning egasi bor. Dunyoning sohibi bor. U nima bo'lish kerak desa bo'ladi, bo'lmasligi kerak desa bo'lmaydi. Bu hammamizga ayon. Lekin biz ham endi shu siyosiy analizlar orqali nimaga bunday bo'lyapti va qayerga qarab ketyapti oz-moz taxmin qilishimiz mumkin. Xo'p, kuzatganingiz uchun rahmat. Tushuntirib bera olgan bo'lsam xursandman, tushunmagan bo'lsam, tushuntira olmagan bo'lsam uzr so'rayman. Kommentariyada fikrlaringizni, savollaringizni yozib qoldirsangiz xursand bo'laman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.